Manchester United muxlislari shunaqa patogga qarab tirjayib uxlaydigan kun. Chunki muammosi bo'lmish Andre Onana Manchester Unitedni yana tark etyapti. O'tgan mavsumda Trabzonsporda ijarada o'tkazgan Andre Onana yana Trabzonsporga ijara asosida o'tyapti. Muhimi qutulyapmiz, bir yilga bo'lsa ham. To'g'ri, tafsilotlar hali aniq emas. Bu to'laqonli shart sotib olish bo'lishi ham mumkin. Bu mavsum tugagandan keyin sotib olish sharti bilan ijara bo'lishi ham mumkin. Muhimi qutulyapmiz-ayu, shunisiga ham shukr qilaylik. To'g'rimi? Bitta muammodan qutulyapmiz. O'zi muammolar ko'p. Ugatini sotishimiz kerak, ya'ni kimdir kerak emasdan sotishimiz kerak, kimlarnidir olishimiz kerak va bu muammolar ichida eng katta muammo bo'lib turgan Andre Onadan qutulayotganimiz bu yutuq. Fabrizio Romano o'z sahifasida e'lon qildi, Andre Onani Trabzonsporga here we go. Mateus Fernandesni kutayotgandik, lekin undan ham yaxshisini ko'rdik. Omad va qaytib qorayni ko'rsatma. Xayr.